Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir men sizlarga eng katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan kitoblarni to'pini aytib o'taman. Kitob tanlash jarayonida ko'pchilik massivistga qaraydi, ya'ni ko'proq inson bu kitobni o'qigan, ko'proq inson bu kitobni ma'qullagan bo'lsa, demak bu kitob yaxshi degan fikr bor. Aslida doimo bunaqa bo'lmaydi. Hamma yaxshi ko'radigan, hamma ma'qullaydigan, ko'pchilik uchun ma'qul keladigan narsa doimo yaxshi emas. Bu narsani hozirgi kontentdan ko'rishingiz mumkin. Misol uchun blogerlarda yaxshi, chiroyli, insonga foyda keltiradigan kontent bo'lsa, u yerda podpischilar odatda ko'p bo'lmaydi. Faqatgina bachkanalikka, turli xil urushlarga va hokazolarga qiziqishadi. Kitobda ham xuddi shunaqa. Doim ham foydali, yaxshi, zo'r kitob zo'r shuhrat qozonmaydi ko'pchilikning oldida. Lekin shu men kitob o'qish jarayonimda o'zim uchun shu ayrim kitoblarni oldim. Foydali bo'ladi deb bilaman sizlar uchun. Avvalambor bu dunyoviy kitoblar. Dunyoviy kitoblar orasidan, ya'ni shunaqa bitta kichkina topcha qildim. Bu kitoblar motivatsiyaga tegishli kitoblar emas. Misol uchun Dale Carnegie, Kiyosaki Robert yoki aytaylik, yana kim bor bizda? Napoleon Hill bo'lishi mumkin va hokazo. Xullas bu kitoblardan yiroq. Va bu kitoblarning avtori, shu 4 ta kitob hozir bitta ko'rsatib o'taman. Kitoblarning avtori Taleb Nicholas Nassim. Mening yaxshi ko'rgan avtorlarimdan biri. Demak, men hozir kitoblarni ketma-ketlikda sizlarga ko'rsatib, qisqa qilib tushuntiraman, ichida nima borligini, nima o'rganishingiz mumkinligini. Avvalambor shu men ko'rsatgan ketma-ketlikda o'qishga harakat qiling. Ya'ni kitobni o'ziga yarasha ketma-ketligi bor. Shu men hozir sizlarga ko'rsatib bergan ketma-ketlikda shu kitoblarni sizlar hazm qilishga harakat qilasizlar. Birinchi o'qishingiz kerak bo'lgan kitob bu Adoration'ning случайности, ya'ni tasodifga aldanganlar. Nihoyatda kuchli kitob. Bu kitobni qanchalik kuchli va chuqur fikrlarga egaligini bu narsaga ortiqcha baho berib bo'lmaydi. Har qancha maqtasangiz ham arziydigan darajada. Avvalambor kitob sal murakkablik qilishi mumkin. Agar ilgari birorta kitob o'qimagan bo'lsangiz, bu kitobni o'qib turib siz ayrim joylarni, ayrim fikrlarni yo xato yo tushunishingiz mumkin, yo umuman tushunmasligingiz mumkin. Lekin agar kitob ichidagi narsani tushunsangiz, sizda nima deydi, bir hayotiy tajriba keskin o'zgarish beradi. Keskin o'zgarish beradi fikrlashsiz ham. Shuning uchun bu kitobni o'qishingiz kerak. Ya'ni bu yerda tasodifga aldanganlar degani hayotimizda, atrof muhitimizda turli xil insonlar bilan sodir bo'ladigan holatlarni qolgan insonlar noto'g'ri baholash haqida. Ya'ni siz o'zingiz bilan bo'ladigan narsalarga ham ko'pincha to'g'ri baho bera olmasligingiz haqida. Shu yerda shu narsa ko'rsatilgan, albatta turli xil tadqiqotlar va misol masalalar bilan birga. Xo'p. Keyingi kitob, ya'ni Taleb Nassim bu kitobini o'qiganingizdan keyin o'qishingiz kerak bo'lgan kitob bu antixrupkisi o'zi. Bu Chorniy lебедь, ya'ni qora oqish. Bu kitob mana shunaqa hayotimizda bo'lishi mumkin bo'lgan negativ ta'sirga ega kuchli katta tasodif holatlarni o'lchash to'g'risida. Shu tasodif holatlarga, misol uchun pandemiyaga o'xshagan narsalarga oldindan qanday qilib tayyorlansa bo'ladi. Shu haqida bu kitob asosan. Endi kitob ikki og'iz gap bilan tasvirlab bo'lmaydi. Shedevr. Ochiq oydan aytaman, mana shu kitob, mana shu qo'ygan kitoblar ichidan shedevr deb olsa bo'ladi. Endi hammasi ham o'ziga yarasha shedevralni yozilgan. Bu kitob ichida shunaqa bir noan'anaviy ajoyib bir fikr keltirilganki, siz agar millionta yoki 2 million, 3 millionta oqqushlarni ko'rganingiz bilan shuncha kuzatuv asosida siz qora oqqush yo'qligini ta'kidlay olmaysiz. Tushunyapsizmi? Butun umr faqat oqqush ko'rayotgan bo'lsangiz, siz bu narsadan kelib chiqib, demak qora oqqush yo'q ekan degan fikrga kelishingiz mumkin emas-da. Chunki qayerdadir bir donagina qora qush paydo bo'lib qolsa, sizning teoriyangiz, nazariyangiz buzilib ketadi. Xuddi shu haqida bu kitob. Faqat qora oqqush bu majoziy ma'no, ya'ni bu keskin o'zgarishga olib keladigan tasodiflar haqida. Bu tasodiflarga tayyor turish haqida bu kitob. Uchinchi kitobimiz bu anti-mo'rtlik, anti-xrupkost. Bu kitobdan siz qanday qilib anti-mo'rt bo'lishni o'rganasiz. Ya'ni mo'rt insonlar bor, mustahkam insonlar bor va anti-mo'rt insonlar bor. Shu uchta toifadagi inson. Eng kuchli anti-mo'rt insonlar hisoblanadi. Unaqa insonlar hayotiy stresslardan, hayotiy qanaqadir qiyinchiliklardan yana ham kuchayib boradi. Ana shu anti-mo'rtlik mexanizmlari, qanday qilib anti-mo'rt bo'lish va anti-mo'rtlik fikrlash tizimlari haqida gapirilgan bu kitob ichida
bu kitobni o'qish bir prям nima deydi, bir doktor rekomendatsiya qilgan narsa bu. Ayniqsa tadbirkorlar uchun juda ham kuchli kitoblardan biri. Shu antimortlikni o'rgatadi sizga. Oxirgi kitobi bu Riskuy собственной шкурой, ya'ni mas'uliyat haqida bu kitob. Insonning mas'uliyati haqida. Bu yerda Hammurabi qonunlari talqini bor. Keyin biznesni yurg'izish jarayonidagi mas'uliyat haqida. Umuman olganda inson hayotidagi mas'uliyatni, bo'yniga oladigan mas'uliyatini shunaqa bir boshqacha nuqtai nazarni yoritib bergan Kitalevni Krasnosin. Bu yerdagi fikrlarni o'qib hayron qolmasdan iloji yo'q. İnsan o'tiradida o'qiydi, o'ylaydiki, men bu narsani o'ylab ko'rmagan ekanman, men bu narsani o'ylab ko'rmagan ekanman. Shu 4 ta kitob, ya'ni yana bir marta antimortlik, yo'q, uzr, tasodifga aldanganlar. Qora oqqush, antimortlik va Riskuy собственной шкурой qanday tarjima qilsa bo'ladi. Mas'uliyatni o'z bo'yningizga oling deb tarjima qilib qo'ya qolaylik. Xolos kalom shu 4 kitobni o'qishingiz mumkin. O'zbek tiliga tarjima qilinmaganligini men aniq ayta olmayman. Imkon qadar hammasi haqida men sekin jonli efirlar qilib boraman. Men bu haqida jonli efir qilib bo'lganman. Lentadan pastroqqa tushsangiz tasodifga alinganlar degan jonli efir bor. Juda ham chuqur narsa, juda ham chuqur kitoblar. Shu kitoblarni o'qishingiz mumkin. Bu hozircha faqatgina Talib Nassim kitoblari edi. Yana qo'shimcha kitoblarni to'pini chiqaraman. Biznes haqida, fikrlash haqida, va hokazo. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Miyazni rivojlantiring.